hamma o'zida bor narsani ko'rsatadi. Ulug'lar aytganday, kimdir senga tikon otsa, sen unga gul otgin. Nu'man ibn Sobit, Abu Hanifa qo'shnisi har kuni bir chelak axlat chiqarardi. Nu'man ibn Sobit uni axlatxonaga to'kib, yuvib top-toza qilib qo'yib, bir chelak olma qaytarib chiqarardi. Shunda so'ragan ayoli, nimaga bunaqa qilasiz desa, "Ey onasi, hamma o'zida borini beradi" degan. Unda axlat bor, bizda olma bor. Bu muomalada ham shunaqa. Kimdir sizni so'ksa, qaytarib so'ksangiz, siz u bilan baravarsiz. Bir tukingiz kam emas. Baravarsiz. Kimdir sizni so'ksa, siz qaytarib yaxshi gap gapirsangiz yoki u yerda tark qilsangiz, ana endi siz haqiqiy insonsiz. Sizda demak odob, xulq, go'zal, husn xulq bor. Va bunaqa insonlar doim yutuqda bo'lgan. Hamma o'zida bor narsani ko'rsatadi.